onamga shashlik berdi. To'xtagin. Yo, adam men sizga yosh bolamanmi? Qo'lingizga pul berdi, o'rtoqlaringizga mazza qilib choyxonada o'tirmaysizmi? Mana shunday qo'lingiz. Onamga yosh odam shashlik berdi. Bolam kech bo'lganda qayerga ketyapsan? Men ham ishdan charchab kelyapman. Og'aynilarim azga dam olib kelaman. Jazirga o'tgansiz borib damingizni oling. Ishdan o'zi hozir kelgan bo'lsang, undan ko'ra yotib dam olmaysanmi? Men bilan nima ishingiz bor? Takasaltang, menga qara, qachongacha o'tirmoqsan? Ha, turib ishlamaysanmi? Yeb chichar. Qachongacha meni ko'chaga qaydaysizlar? Men ham odamman-ku. Itni tug'dirib tashavergansizlar. Odamlarni o'g'liga o'xshatib o'qitsanglar bo'lardi-ku. Sizlarga faqat pul. Sen hali o'z tug'dirgan otangga talaq otsanmi? Badalingga la'nat. O'z otangga gap qaytarasanmi? Jo'limga tekkatsin. Amaki. Menga qarab, qilmadimi? Hech narsa qilmadimi? Yaxshimisiz? Otamni sog'inib amakimni ko'rgani kelsan, sen hali o'zingni otangni uryapsan. Marras. Yana bir marta o'z otangga qo'l ko'tarib, yo'kida tovushingni baland chiqazadigan bo'lsa, keyingi safar o'zimga javob bera olmayman bola. Xo'p. Ona sizga shashlik olib keldim. Ona. Voy to'xtating. Mana bolam. Voy Murodjon bolam. Voy ertalabdan beri qidiraman seni. Qayerda yuribsan bolam? Voy bolam, jonim bolam, topdim oxiriga. Nima qilib yuribsan Murodjon bolam? Sizga shashlik olib keldim. Voy o'zim o'rgini to'ychog'im mana. Yur ketamiz. Tabibni ham topolmadi, pulimiz ham qolmadi. Alta akenchi bizlar Toshkentga borib qo'yarkan. Yur bolajonim. Onasini o'ylagan. Ay. Ona. Oradan beringlar. Ona.